Assalomu alaykum guys. Xo'p, endi hozir sizlarga qanday qilib har kunlik artikellar o'qishni ko'rsataman. Chunki men sizlarga, demak, o'sha video darslarga qo'shib, demak, vazifa sifatida umumiy boshqacha vazifalar ham beraman. Umumiy sizlarni savol turiga oid qobiliyatlaringizni oshirish uchun, tushunchalaringizni oshirish uchun. Lekin eng asosiy vazifa bu artikel o'qish bo'ladi, artikel tahlil qilish bo'ladi. Men shu vazifalarni qanday bajarishni ko'rsataman, har bitta artikelni qanday o'qishni ko'rsataman. Keyinchalik bu kurs tugagandan keyin ham bemalol o'zi umumiy readinglaringizni oshirish uchun ham, umumiy vocabni, umumiy darajalaringizni oshirish uchun ham, demak, men shu uslubdan foydalansalaringiz bo'ladi. Xo'p, endi boshlaydigan bo'lsak, hamma asosiy narsalarni sizlarga men tushuntirib o'tiraman. Birinchi o'rinda asosiy qoidalar yozib olsalaringiz bo'ladi. Va misol uchun artikelchani nomi turibdi. Mana bitta kichkina artikel. Misol uchun men shu artikelni sizga tashlasam, nomi Cutting the Ties deyapti. Cut degani bo'lmoq. Ha, nimadir? Ties esa munosabatlar. Demak, cut ties degan o'zi collocation bor. Kim bilandir aloqalarni to'xtatish degani. Cut ties with someone degani kim bilandir muloqot. Cut ties. Third person singular simple present cut ties to abruptly or permanently end a relationship. Ko'rdingizmi? To abruptly qisqa vaqtga or permanently to'liqligicha ends a relationship. Biror bir munosabatni demak to'xtatish degan ekan. Ha, ya'ni uzish xo'llash kalom. Va eng muhim narsa hozir men qilgan ishni qilishlaringiz kerak. Ha, nima qildim? Har qanday so'z chiqsa, o'sha so'zni bilishingiz yoki bilmasligingizdan qat'iy nazar 100% Google dan inglizcha tarjimasini ko'rishingiz kerak. 100% har doim. Chunki hech qaysi so'zni deyarli siz cut o'rniga qarangizlar, break desagan bo'lar ekan. Break ties with someone. Ko'ryapsizlarmi mana? Qarangizlar. Break ties. Buni men bilmasdim. Men o'zim cut ties deb bilardim. Men o'zim collocation chunki u break a link, tie or connection to end a relationship with a person or organization. Misol uchun, the USA has now broken all diplomatic links with the regime. Qarang, Amerika hozir deyapti, hamma diplomatik aloqalarni to'xtatdi regime bilan. Sometimes it's necessary to break family ties in order to protect the child. Ba'zida u muhim deyapti, to break family ties. Qarang, oilaviy munosabatlarni to'xtatish in order to protect the child. Bolani, farzandni himoya qilish uchun. Ko'rdingizmi? Desalaringiz bo'ladi. Mana, xullas kalom eng muhimi nima bo'layapti? Har qanaqangi fraza chiqsa, xuddi mana shuni Google dan ko'rasizlar. Buni sababi hech qaysi so'zda deyarli darajangiz qanchalik zo'r bo'lishidan qat'iy nazar bilmaysiz tarjimasini. Ishoning. Men o'zim ham bilmayman. Misol uchun deylik, men oldingi reading kursdagilarga bu narsani ko'rsatgan edim. Bizlarga jonli darslarda ham ko'rsatganman. Oddiygina so'zdan misol keltirgandim. Deylik, oddiy kind so'zi bilan nice so'zini farqida. Oddiy kind. Ha? Misol uchun xushmuomala nima degani? Desa aytib o'tiramiz, ha, kind degani xushmuomala. Kind person bu xushmuomala odam bo'ladi. A nice person nima bo'ladi? A nice person ham xushmuomala odam, yaxshi. A polite nima degani? Desa polite person ham o'sha xushmuomala odam deymiz. To'g'rimi? Polite person ham. A friendly person esa friendly ham o'sha xushmuomala odam. A amiable nima degani? Amiable ham xushmuomala odam deb ketaveramiz mana. Juda bo'lsa pleasant degani ham xushmuomala odam deb ketaveramiz. Ko'rasizmi? 70 xil so'zda aytaveramiz. Xushmuomala degani deb turib. Aslida unaqa emas. Har bitta so'zda o'zini chuqur ma'nosi bo'ladi. Misol uchun kind and nice so'ziga qarasalaringiz, oddiy kind and nice. Mana qarangizlar, oddiygina kind bilan nice so'ziga qarasak, being nice is about treating others well and as a result being well liked. Qarangizlar, being nice deyapti. Nice bo'lish, boshqalarga yaxshi muomalada bo'lish va natijada boshqalar tomonidan yaxshi ko'rilish. Ha? Ya'ni ayrim odam, ya'ni faqat boshqalarga nisbatan yaxshi muomalada bo'lsa, boshqalarga har doim yaxshi gapirsa, o'sha nice odam. Ya'ni hamma odam uni yaxshi ko'radi, chunki u yaxshi odam. Being kind, a kind bo'lish esa means acting in another person's best interest.
even when it upsets them. Buni qarang. Kind bo'lish esa boshqa odamga nima yaxshi bo'lsa o'sha ishni qilish, even when it upsets them. Hattoki u ularni xafa qilsa ham. Ko'rdingizmi? Ya'ni nice odam sizga har doim yaxshi gapira. Kind odam esa kerak bo'lsa sizga urushadi, misol uchun. Yoki kerak bo'lsa siz, ya'ni siz uchun to'g'ri ishni qiladi, o'sha ish sizni jahlingizni chiqarsa ham yoki sizni xafa qilsa ham. Ko'rdingizmi? Mana endi nice ga sinonimlar deyapti bu agreeable. Agreeable degani hamma fikrga qo'shilib ketaveradigan. Polite, xushmuomala, pleasant. Mana shular nice ga to'g'ri keladi deyapti. Kind ga esa moral, axloqiy, generous, saxiy, good, yaxshilar to'g'ri keladi. Ko'rdingizmi misol uchun? Umuman oradagi farq juda ham katta. Lekin biz bu narsaga e'tibor bermaymiz agarda so'zni inglizcha tarjimasiga qaramasak. Chunki misol uchun o'zbek tilida bilmam nechta so'z bor, lekin ingliz tilida o'zbek tiliga qaraganda kamida 4-5 barobar so'z ko'p. Ingliz tilida bir 2 million tama, 1 million tama misol uchun so'z bor, umaganda o'zbek tilidagidan so'z ko'p ingliz tilida. Natijada siz so'zlarning tarjimasini o'zbekcha topa olmaysiz. Men sizga mavzu nima deganini aytsam, bu chiroyli, bu-chi, bu ham chiroyli deb keta olmaysiz. So'zlarni shuni ham ingliz tilidagi tarjimasi bilan o'rganish kerak. Haqiqatda speakingni zo'r qilaman desangiz. Haqiqatda writingni, readingni zo'r qilaman desangiz. Ham agar siz o'zbek tilida o'rganadigan bo'lsangiz, mana bu cut-ties nima degani desam, siz munosabatlarni tugatib demangdagi shunchaki ending a relationship deng. Mana qarang, ending a relationship. Munosabatni to'xtatish deng. Ko'rdingizmi? Shunda ingliz tilida gapirganingizda ham sizga vaqt shartmasda keyin to'xta, katta ishni qo'llasammikan, nima degani edi deb o'ylab o'tirmaysiz. Gapirayotgan vaqtingiz birdaniga well, it's important for people to cut ties with their loved ones every once in a while, especially if they're hurting themselves or deb turib ketdi, gapirib ketaverasiz. Ko'rdingizmi? Shuning ham so'zlar demak inglizcha o'rganish kerak ekan. Endi, demak bu birinchi narsa. Har bitta so'zni ingliz o'rganasizlar va menga har bitta screenshot tashlab qo'yasizlar. O'zlaringiz uchun kerak bu narsa. Meni o'zim ham misol uchun mana shunday screenshot qilgan vaqtim, misol uchun cut ties degan fraza chiqdi-ku, men cut ties deb yozsam, mana shunday chiqqan vaqti, xuddi mana shuni screenshot qilib men o'zim Telegramda bitta guruhimga o'zimga tashlab qo'yaman. Bu o'zim uchun kerak. Xuddi shunday o'zingiz uchun. Ya'ni o'rganadigan mana shu yangi frazalaringizni bemalol men sizlarga vazifani qayerga tashlashni ko'rsataman, o'sha joyga mana shu frazalarni ham navbat bilan tashlab boraverasizlar. Xo'p, endi o'qishni boshlaymiz. Yana kerakli narsalar men sizlarga yo'l-yo'lakay tushuntirib ketaveraman o'zi. Are there times when being estranged from our nearest and dearest may be the right answer for us? Demak, shunday vaqtlar bormi? Biz uchun eng yaqin bo'lgan, eng aziz bo'lgan odamlardan ajralish biz uchun to'g'ri javob bo'lishi mumkin bo'lgan deyapti. Being estranged degani o'zi social estrangement degan so'z bor bitta. U ham collocation. Men collocation men o'zim ham yodlaganman. Collocation sifatida yodlaganman. O'zi social estrangement ko'rsatdi. Social estrangement degani odamlardan ajralib qolish degani. Social isolationga sinonim. Writingda men ko'p qo'llaganman. Social alienation desagan bo'ladi. A person's feeling of disconnection from a group, whether friends, family, or wider society with which the individual has an affiliation. Estrangements. Mana qarang, the feeling of estrangement from society deyapti. Jamiyatdan estrangement, ajralib qolish hissi. Bu alienation deb atalar ekan. Estrangements. Mana. The fact of no longer being on friendly terms or parts of a social group. Buni qarangizlar guys, mana bu frazani qarang. Be on friendly terms with someone degani kim bilandir do'stona muloqotda bo'lish. Misol uchun aytishingiz mumkin, well, I am on good terms yoki friendly terms with server desangiz, men server bilan yaxshi munosabatdaman degan. Yoki I am on friendly terms with my neighbors. Men qo'shnilarim bilan yaxshi munosabatdaman degan. Ko'rdingizmi, kim bilandir demak, o'sha yaxshi munosabatda bo'lmay qo'yish yoki qaysidir guruhda qismi bo'lmay qo'yish degan ekan. Yoki the fact of no longer living with one's spouse or partner, separation. Yoki demak xotin bilan ajrashish ham estrangement deyilar ekan. Ko'rlaringizmi? Mana ko'rdingizmi, ikkita ma'nosi bor ekan. Xuddi shunday yana demak
so'zlarda inglizcha definition bilan o'rganish sababi har xil ma'nolarni o'rganishingizga ma'ni yordam beradi. Ko'rasizmi? Demak, estrangement degani shunchaki munosabatni to'xtatish degani emas ekan. Ya'ni nafaqat kim bilandir do'stona munosabat to'xtatish, balki qaysidir guruhni qismi bo'lishdan to'xtatish yoki er-xotin bilan yashashdan to'xtash ma'nosi ham bor ekan. Ana, mana shu joyda endi mana bu be on friendly terms degan o'rganib ketsak bo'lar. Yomon ham zo'r frazacha. Speakinglarni tentak ko'rsangiz, bunaqa writing ham zo'r bu. Man, have a good friendly relationship with someone. My ex-wife and I are still on friendly terms. Yurlangiz xullas shunaqa. I am on friendly terms with someone saying example, yoki someone and someone are on friendly terms saying example. Yaman ham chotki farasada bu bor-ku. Bor-ku deydi-ku. Shunaqa guys, ko'rlaringizmi? Demak, estranged degani o'sha separated ma'nosida ekan. Endi disagreements endi boshlandi mana. Ha, yana misol uchun sizlarga men yana misol keltirishim mumkin. Juda ham ko'pincha readinglarda ko'rsalangiz, misol uchun encourage degan so'zni mana oddiy encourage degan so'zni hammangiz kimgadir motivatsiya bermoq, kimnidir nimadir qilishga ruhlantirmoq deb yodlaganmiz-ku. Ishonasizlarmi? Encourage so'zini men deyarli hech qachon readingda ko'rmaganman. Mana shu ma'noda kelishini. Encourage so'zi har doim readingda nimanidir qo'llab-quvvatlamoq, nimanidir kuchaytirmoq ma'nosida keladi. Nimanidir rivojlantirmoq ma'nosida keladi. Men encourage ga qarasalaringiz, men qarangizlar, birinchi ma'nosi o'sha kimgadir umid bermoq, kimgadir ishonch bermoq bo'layapti. Ikkinchi ma'nosi men kimnidir nimadir qilishga ishontirmoq, persuade degani ishontirish. Men kimdir nimadir qilishga ishontirmoq. Uchinchi ma'nosi men shu ma'nosi readingda ko'p keladi va men shu ma'nosi writingda qo'llaniladi. Nima degani bu? Stimulate the development of an activity, state or belief. Birorta bir faoliyat, ishonch nimanidir rivojlanishini stimulate degani qo'llab-quvvatlash. Men support kesam qo'llab-quvvatlash, endorse qo'llab-quvvatlash, champion. Men oddiy xuddi shunday champion so'ziga qarang. Champion so'zini nima deb yodlagansizlar guys? Chempion deb yodlaganmiz. Lekin champion so'zini ham ikkinchi va uchinchi ma'nosi bor, biror bir narsani qo'llab-quvvatlash degan. Misol uchun, deylik, hukumat ota-onalikni qo'llab-quvvatlash kerak. Yoki bo'lmasam deylik, biz mehnatni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deymiz-ku, ya'ni mehnatni kuchaytirishimiz, mehnatni ko'paytirishimiz kerak deymiz-ku. Yoki sog'lom ovqatlanishni odamlar orasida kuchaytirishimiz kerak deyishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam badan tarbiyani yoshlar orasida kuchaytirishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak desangiz, mana shu champion, support yoki encourage'lar qo'llaniladi. Ko'rlaringizmi? Ko'rdingizmi? Readingda hech qachon deyarli so'zlarni siz bilgan ma'nosi kelmaydi. Ikkinchi, uchinchi ma'nosi keladi. Uchun ham nima qilish kerak ekan? Tap ketgan deb turib, ikkinchi, uchinchi ma'nolarni o'rganish kerak ekan shuni. Mana qarang. Champion so'zini mana 3-4 ma'nosi kelyapti. Vigorously support or defend the cause of something. Biror bir narsani qo'llab-quvvatlash yoki himoya qilish deyapti. Misol uchun, he champions the rights of the working class and the poor. U kambag'allar va ishlovchi odamlarni huquqlarini himoya qildi. Shu narsani qo'llab-quvvatladi deyapti. Ko'rdingizmi? Shunaqa. Demak, har bitta reading mashni tahlil qilinadi guys. Birinchi mayli. Misol uchun bitta so'z ko'rib qolsangiz, birdaniga o'sha so'zni birdan misol uchun birdan yangiga qarasak, disagreement is an inevitable event deb boshlanyapti. Birdaniga, disagreement ko'rishib turib birdan Google ga o'tib ketib qolmang. Birinchi to'liqligicha paragrafni shunchaki o'qing. Mana bu paragrafni to'liqlik. Mana shu paragrafchani o'zini bir 2-3 ta gapni hali Google dan so'zlar tarjimasini ko'rmasdan o'qib, tushunmasangiz ham birinchi tarjima qilishga harakat qiling. Chunki bu ham muhim. Erta readingda tushunmasdan tarjima qilishingiz kerak bo'ladi ko'p narsa. Uchun birinchi har bir paragrafni mana shunday o'qib 2-3 ta gapni tushunmasdan tarjima qilishga harakat qiling, lekin keyin Google dan ko'ring. 100% to'g'ri tarjima qildingizmi yo'qmi shuni bilish uchun. Misol uchun boshlaymiz. Disagreement is an inevitable event in every relationship. Tushunmovchilik har bitta demak munosabatda aniq sodir bo'ladigan holat. Inevitable degani oldini olishda iloji yo'q, And one of life's most valuable lessons is how to heal those hurt feelings. Va hayotning eng muhim darslaridan bittasi hurt one's feelings, kimdir hissiyotiga ozor bermoq. Endi aytayapti, hayotning eng muhim darslaridan bittasi qanday qilib o'sha ozorlangan demak qalblarni tuzatish demoqchi-da. However, since I started this column, I have received many emails asking about estrangement from parents and siblings.
Siblings demak aka-ukalar. Men deyapti bu narsani boshlaganimdan beri ko'p savollar oldim. Odamlar mendan o'sha aka-ukalari, ota-onasidan ajrashish haqida so'rabdi. Shunday qilish kerakmi, yo'qmi haqida. When is it right to cut ties with someone close to us? Ma'ni qachon o'zimizga yaqin bo'lgan odamlar bilan muloqotni to'xtatish to'g'ri? And what are the consequences for our well-being? Va buni salomatligimizga, o'zimizga oqibatlari nima deyapti? Mana bo'ldi. Ko'rdingizmi? Endi mana shuni o'qib bo'lganimizdan keyin endi qaysi so'zlar? Inevitable degan so'zni, disagreement degan so'zni, hurt one's feelings degan so'zlarni va bo'ldi. Chunki cut ties ko'rdik, estrangementni allaqachon ko'rdik. Mana shu so'zlarni hop bitkizib asta Googledan tarjimasini ko'rish kerak. Qaraysizlar, misol uchun yozasizlar inevitable. Inevitable. Birinchi paragrafda o'qidik, o'zimiz uchun tahlil qildik. Endi Googledan ko'ramiz. Inevitable nima ekan? Certain to happen, sodir bo'lishi aniq. Unavoidable, qochib bo'lmaydi mana. Avoid qochmoq, avoidable qochib bo'ladigan, unavoidable qochib bo'lmaydi. A situation that's unavoidable. Inevitable, muqarrar. A disagreement ham ko'rsak bo'ladi birdaniga xohlasangiz. Demak, inevitable certain to happen degan ekan, unavoidable. Mana shunday inglizcha definitionni iloji boricha eslab qolishik. Harakat qilingizlar, bu aytdim-ku men. Mana shuni screenshot qilib turib, qarangizlar. Mana shunday screenshot qilish kerak degan, bagidek menga tashlab qo'yasizlar vazifalarga qo'shib. O'zi bitta joyga screenshotlar yig'ib borish kerak. Va takdan iloji boricha bitta gap tuzib qo'yish kerak yoki mana shu definitionni o'zlaringiz yozib qo'yingizlar. Endi disagreement ham ko'ramiz. Disagreement. Lack of consensus or approval. Rozilik, a consensus esa o'sha ikki tomonda ham rozilik. O'sha narsani yetishmasligi deyilyapti. Ya'ni rozilik bo'lmadi degani norozichilik ma'nosida. Lack of consistency or correspondence. Demak, bir-biriga bog'liqlikni va barqarorlikda bo'lmasligi deyilyapti. Endi bu umuman boshqa ma'nosi. Ya'ni ikkita narsani orasida muloqotni bir-biriga to'g'ri kelmasligi ma'nosida. Disagreement between the results of the two assessments. Ma ikkita demak assessmentlarning natijalarini orasida tafovut, disagreementda tafovut degan ma'nosi ham bor ekanda, farq tafovut deymiz-ku. Ko'rdingizmi? Erta imtihonda sizlarga disagreement so'zi mana shu aynan farq tafovut ma'nosida kelishi mumkin. Uchun mana shuni ko'rish kerakda. Hamma ziddiyat yoki kelishmovchilik degan ekan. Disagreements. Mana ko'rdingizmi? Inglizchasini eslab qolingizlar buni. Inglizcha tarjimasini eslab qolishga harakat qilish kerak. Shuning ham gap tuzib ketirish kerak bunga. Misol uchun endi eslaydigan bo'lsak, mana hozir men qaraganim yo'qman. Endi eslaydigan bo'lsak, harakat qilib ko'raylikchi. Birinchi, cut ties nima deb chiqardi? Cut ties degan vaqtimiz end a relationship deb chiqardi. Abruptly or permanently dedi. Permanently degan to'liqligicha, doimiyga, abruptly esa biroz vaqtga. Abruptly o'z rostdan biroz vaqtga hamidi yoki to'satdan ma'nosi ham bor edi-ku. Abruptly. To'satdan menimcha yaqinroq. U biroz vaqtga emas, to'satdan degan. Aytdim-ku. In a sudden unexpected. In a sudden unexpected sometimes unpleasant way. To'satdan degan demak. Abruptly and permanently degani demak biz cut tiesni men boya men noto'g'riroq qarangizlar o'zi tarjima qilgan ekanman. Shuning ham men qarang so'zlar ko'rish kerakda. Abruptly demak suddenly ma'nosida, to'satdan. Demak abruptly or permanently end a relationship. Bir munosabatni to'liqligicha to'satdan demak uzish. Cut ties degan. Yana qaysi so'zdi? Estrangement. Estrangement nima deb chiqarildi? Estrangement being no longer part of a social group or being no longer on friendly terms deb chiqardi. Friendly terms chiqdi. Being no longer on friendly terms with someone degan narsa chiqdi. Or no longer living with one's spouse or partner, separation deb chiqarildi. Inevitable nima deb chiqdi? Certain to happen, unavoidable deb chiqdi. Disagreement nima deb chiqarildi? Disagreement bu lack of consensus or approval asosiy ma'nosi. Ko'rdingizmi? Xuddi shunday yodlash kerak. Xuddi shunday hurt one's feelings ham o'rganishimiz mumkin. Hurt one's feelings deganni bilasizlar. Kimningdir qalbiga ozor bermoq deganida. Upset someone. If you hurt someone's feelings, you make them sad or upset by something you say or do. Boyagina aytsak bo'ladi. Misol uchun kind odamlar,
yaxshi, kind, mehribon odamlar aytildi-ku, odamlar uchun yaxshilik qiladi, ularga ozor bersa ham. Ya'ni siz misol uchun yomon yo'lda bo'lsangiz, sizga yomon gapirishi mumkin. Sen yomon yo'lda ketasan, nimadir deb sizga yomon gapiradi, ko'nglingizga ozor bersa ham. Lekin u sizga yaxshilik qilyapti. Ko'proq otalar shunday bo'ladi. Onalar ko'proq nice bo'ladi, to'g'rimi? Otalar ko'proq kind bo'ladi. Ya'ni onalar ko'proq yaxshi gapirsa, boshqa qilsa, otalar misol uchun ketgan. O'sha. Demak, mana shunga endi shuni ishlatib gap tutsak bo'ladi. Kind people desak bo'ladi, might hurt your feelings, but they do so in your best interest. For your advantage, ya'ni. Shunaqa. The remark you made really hurts my feelings. Shunaqa. Demak, qalbga ozor bermoq ma'nosida. Hurts one's feelings. Ko'rdingizmi? Mana birinchi demak paragraf nima qilar ekanmiz? Paragrafni o'qir ekanmiz, keyin o'zimiz uchun tushunib olamiz, tushunganimizcha. Va keyin inglizcha ma'ni. Googledan so'zlarda frazalar definition ko'ramiz. Endi eng muhim narsa bor. Endi nima qilamiz, bilasizlarmi? Har bitta paragraf haqida nima deyilgan bo'lsa, o'sha paragrafda bir boshdan inglizcha gapiramiz. Va gapirishdan oldin men qanday belgilagan bo'lsam, asosiy frazalarni 100% mana shunday belgilab chiqish kerak. Chunki e'tibor beringizlar, speakingdan men sizlarga bitta sirni ochishim mumkin. Agar buni sir deydigan bo'lsak, bitta sirchani sizlarga men speakingdan ochishim mumkin. Qarangizlar, speakingdan misol uchun tasavvur qilingizlarda. Speakingda aytilsa, misol uchun sen qo'shnilaring bilan demak yaxshi munosabatdamisan yoki qo'shnilaring bilan tez-tez uchrashib turasanmi deyilsa speakingda. Haqiqatda speakingi zo'rlar birdan gapirishni boshlab ketmaydi. Well, I deb turib gapni boshlamaydi. Birinchi xayoliga bitta frazani o'ylab oladi. Misol uchun boyagi on friendly terms degan fraza xayolga keladi. Tasavvur qiling. Misol uchun mana shu fraza odamning xayoliga keladi. Kim bilandir yaxshi munosabatda bo'lmoq degan. Va endi mana shu frazaga gap tuzadi u odam. Ko'rasizmi? Savolni unutadagi mana shu frazaga gap tuzadi. Endi aytadi, "Well, I'm not on friendly terms with my neighbors, so I don't see them very often," deydi misol uchun. Men qo'shnilarim bilan juda yaxshi munosabatda emasman, so shuning uchun ham I don't yoki we don't meet up deyishingiz mumkin yoki I don't see them very often. Tez-tez ularni ko'rmayman deyishingiz mumkin. Ko'rdingizmi? Misol uchun. Ya'ni aytmoqchimanki, gap birdaniga ay deb tuzib ketilmaydi. Birinchi bitta fraza o'ylab olinadi, keyin gap tuziladi. Xuddi shu narsani sizlar artikel bilan qilasizlar. Artikel o'qiyotgan vaqtlaringizda, mana frazalar turibdi-ku, misol uchun birinchi gapda disagreement degan frazani olasiz. Inevitable degan frazani olishingiz mumkin. Disagreement, inevitable degan frazani olasiz. Keyin hurt feelings olasiz. Heal degani demak nima? Yarani tuzatmoq ma'nosida. O'sha og'rigan qalblarni, hissiyotlarni tuzatish ma'nosida kelyapti. Misol uchun mana asosiy xolos birinchi gapda disagreement, o'sha inevitable va hurt to olishingiz mumkin. Keyingi gapda endi estrangement from parents or siblings olasiz. Keyingi gapda when is it right? To cut ties deyildi, o'sha cut ties olishingiz mumkin. Keyin consequence olasiz. Endi har biriga gap tuzib ketaverasiz. Misol uchun boshlaysiz. Birinchi o'zingiz, lekin aynan mana bu strukturadan foydalanib ketmaysiz, o'zingiz gap tuzasiz. Boshlaysiz, aytishingiz mumkin, well, without question degani shubhasiz yoki without a doubt desangiz ham bo'ladi. Without a doubt, disagreement is an inevitable part of every relationship. Mana qarang, inevitable part of every relationship deyapman. Eventni qo'llamayapman dagin, inevitable partni qo'llayapman. Of every relationship. Har bir demak munosabatni inevitable qismi, ya'ni albatta bo'ladigan qismi deb aytmoqchiman. And when our partners, siblings or parents, in general family members hurt our feelings, it's important to heal those feelings. Mana qarangizlar, qachonki deyapman our family members including partners, siblings, or children or parents hurt our feelings. Oila a'zolarimiz or even close friends yoki do'stlarimiz hurt our feelings. Qalbimizga ozor berganda it's important to heal those feelings. O'sha hissiyotlarni tuzatish muhim deyapman. Keyin aytamiz and every once in a while va ba'zida it might be important to actually
to choose to estrange from our parents or siblings. To cut ties with our parents or siblings, even though they are important or close to us. Va ba'zida deyapmiz, it might be important to estrange or cut ties with our close people. Yaqin odamlarimiz bilan muloqotlarni uzish to'g'ri bo'lishi mumkin. Muhim bo'lishi mumkin. Even though they mean the world to us. Garchi ular biz uchun dunyo bo'lsa ham. Misol uchun. Endi misol uchun aynan qachon o'sha narsa to'g'ri bo'lishi mumkin deyiladi-ku. Mana shu savolga o'zingizcha javob berishingiz mumkin. Qachon misol uchun siz do'stlardan voz kechishingiz kerak? Endi siz aytishingiz mumkin, hech qachon deyishingiz mumkin. Well, in my opinion, it's never the right option to cut ties with our friends deyishingiz mumkin. Xohlasangiz. Keyin oqibatlarni gapirishingiz mumkin. What type of consequences can people suffer as a result of cutting ties with their close people? Men ko'rasizmi, har bitta gapni tuzgan vaqtim o'zim e'tibor bermagan holda cut ties deb turib shuni tuzaveryapman. Chunki iloji yo'qda, umumiy gap cutting ties haqida bo'lyapti-ku, aloqani uzish haqida. Uchunam qachon aloqani uzish to'g'ri desa, siz hech qachon aloqani uzish to'g'ri emas desangiz ham mana shu cut ties degan frazani qo'llaysiz. Keyin buni oqibatlari nima desa ham yana, demak o'sha cutting ties oqibatlari desangiz ham yana cut ties degan so'zni qo'llaysiz. Natijada ko'rasizmi, bitta paragraf haqida gapirgan vaqtingiz har bitta frazani bir 5-10 marta ishlatib berasiz. Natijada erta imtihonda ham o'sha frazani keyin ishlata olasiz. Hozirlar unday qilmaysizlar, to'g'rimi? Agar lekin hozir shunchaki bitta odam bilan speakingni oshirish uchun shunchaki bitta odam bilan partner bilan gaplashib o'tirsangiz, nima ham haqida gaplashasiz? Hatto nimadir haqida gaplashsangiz ham bunaqa so'zlar tushlangizga ham kirib chiqmaydi sizlar, hech qachon. Ko'rdingizmi? Lekin har kuni har xil mavzuda artikl o'qiymiz-ku. Bugun do'stlik haqida, ertaga ruhiy salomatlik haqida, indin moliya haqida, keyin pul haqida, keyin umuman boshqa. Har kuni har bitta paragraf haqida mana shunday gapirib boraversangiz, speakinglaringiz to'xtatib bo'lmay qoladi. Agar siz imtihonda mana bu hurt one's feelings, inevitable, cut ties, estrangement so'zlarni ishlat olsangiz, bunaqa g'oyalarni ishlat olsangiz, examiner kasal bo'lib qolsa kerak examiner. Ko'rdingizmi qanday qilishdi? Demak, birinchi shunchaki bitta paragrafni o'qirganmiz, har bir paragrafni birinchi shunchaki o'qirganmiz, keyin ichidagi asosiy frazalar, mana bunaqa collocation yoki frazalarni oldin o'zimiz bilmagan yoki unchalik ham yaxshi bir muhim bo'lgan frazalar bilan-ku, shularni pop bitkizib nima qilar ekanmiz? Asta Googledan umumiy tarjimasini inglizcha definition ko'rib olar ekanmiz va keyin definitionni bilib bo'lganimizdan keyin endi o'sha definitiondan kelib chiqib, umumiy o'qigan artikl paragrafdan kelib chiqib, o'sha paragrafimiz haqida gapirib ketaverar ekanmiz. Shunaqa. Xuddi shunday, mana keyingi paragrafga misol uchun o'tamiz. I talk from personal experience when I say that. Mana shuni ham o'rganib olsangiz bilan qarang. I talk from personal experience when I say that degani men mana bu narsani aytayotgan vaqtim o'zimni hayotimdan kelib chiqib gapiryapman degan. Xohlagan biror bir narsani foydasi yoki ziyoni, muhimligi haqida gapirsangiz, mana shuni qo'llasangiz bo'ladi speakingda. Misol uchun aytishingiz, deylik, sizga savol berilsa, tasavvur qiling. Sizga savol berilsa, nima deb o'ylaysan? Sayohat qilish muhimmi desa, boshlashingiz mumkin. Well, I talk from personal experience when I say that it's incredibly important to travel, especially when you feel stressed out or burnt out because of your work or academic struggles and responsibilities desangiz bo'ladi. Ya'ni sayohat qilish muhimmi degan vaqt nima deyapmiz? Men shaxsiy o'zimda tajribamdan kelib chiqib gapiryapman. Qachon aytganimdaki, sayohat qilish muhim. Ayniqsa sen charchasang yoki stressga tushib qolsang deyapmiz. Ya'ni u degani meni o'zim stressga tushib qolgan vaqtim, charchagan vaqtim sayohat qilganman deganda. Ko'rdingizmi? Xohlagan narsa haqida, nimadir muhimligi, foydasi, ziyoni haqida sizda fikringiz so'ralganda imtihonda, men o'zimni tajribamdan kelib chiqib gapiraman, mana bu narsani aytgan vaqtim deb turib, keyin fikringizni bersangiz bo'ladi. Misol uchun zo'r narsa speakingda qo'llanadi. This is one of the hardest decisions we ever have to make. There can be no hard and fast rules, but sociological and scientific research can help us put our own dilemmas in perspective. Dilemma degani shubhalar, bu eng qiyin qarorlardan bittasi, lekin bizga tadqiqot yordam berishi mumkin shubhalarimizni yaxshilab ko'rib chiqishga deyapti. Va keyin boshlanyapti. Let's first consider the sheer prevalence of the phenomenon. Mana misol uchun prevalence degani nimaningdir ko'pligi, borligi degani. Sheer degani juda ko'plik ma'nosida. Keyin deyapti consider esa ko'rib chiqmoq. Keyin birinchi deyapti ko'rib chiqaylik.
bu holatni ko'pligini deyapti. Ya'ni o'sha muloqotlar haqida gap ketyapti, odamlar bilan bo'lgan munosabatlar. Came at the University of Massachusetts, Boston, and her colleagues questioned 633 adults aged 40 to 60 in the USA about their contact with parents and children. A total of 2252 bonds. Bonds degani misol uchun munosabatlar. Buni ham asta ko'rishingiz mumkin o'zingiz Google'da. Aytayapti, mana bu universitet, mana bu demak tadqiqotchilar 633 ta odamga mana savolga tutibdi. 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan Amerikadagi ota-onasi va farzandlari bilan bo'lgan kontakt, muloqoti haqida, munosabati haqida. Umuman olganda 2252 ta munosabat haqida bu joyda gap ketyapti ekan. Endi qarangizlar, mana shuncha odamdan meni savol so'raganda ota-onangiz bilan muloqotingiz qanday, farzandingiz bilan turib. Around 38% of the relationships involved, o'sha joydagi demak 38% munosabatlar involved little or no engagement. Deyarli umuman yoki juda ham kam muloqotni o'z ichiga olgan ekan. Ya'ni ota-ona bilan farzand gaplashmagan bir-biri bilan. Tushunasizmi? Deyarli 38% odamlar uchun. Around 35%, taxminan 35% involved some kind of conflict or ambivalence. Conflict degani, buni ham Google'dan ko'rishingiz kerak, mojaro, lekin albatta Google'dan aynan qaysi ma'noni bildirmoqchi, shuni ko'rish kerak. Demak, qandaydir o'sha oilaviy mojarolar o'z ichiga olgan ekan 35%, and ambivalence. Ambivalence degani ambiguity, ya'ni shubhalilik, ya'ni ikkita odamda ikki xil fikrga ega bo'lish. Shunaqangi narsani o'z ichiga olgan ekan. Leaving just 28% who are actively engaged and harmonious. Mana faqatgina demak 28% gina munosabatlar o'sha odamlar actively engaged. Har doim bir-biri bilan muloqot qilgan ekan, and harmonious. Harmonious degani nima? Bir-biri bilan ya'ni kelishmovchiligi bo'lmagan. Ya'ni nima deydi? Yaxshi bir-biri bilan kelishib yashaydiganda nima deymiz? Ta'til deymiz-ku, ta'tilmi nima? Shuda, xullas o'zbek tilini ham bilmasam men bechara. Harmonious. Ahil, totuv, ta'til debman. Totuv degan so'zni ta'til dedim. O'zbek tilini o'rganish kerak deydi-ku. Mana free from disagreements or dissents. Mana bu narsalar bo'lmagan. Harmonious relationships. Ko'rdingizmi? Norozilik bo'lmaydigan. Forming a pleasing or consisting whole. Tuneful, harmonious music. Endi bu joyda men boshqa ma'no, mana bu ma'nosi kelyapti bizga. Demak, disagreement bo'lmagan munosabat, ahil, totuv munosabat, harmonious. Ko'rlaringizmi? Qo'shnilar bilan misol uchun harmonious relationshiplar yo'lga qo'yish kerak, ota-ona, oila bilan. Happy families, mana baxtli oilalar, it seems are relatively hard to find. Topishga qiyin. At least in the sample of people in the USA. Ayniqsa Amerikada mana shunaqangi odamlar orasida, ya'ni 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan odamlar orasida deyilyapti. Ko'rdingizmi? Xuddi shunday davom etib turadi. Mana bu joyda tentak frazalar qarang, mana bular qarang. Qarang. We often feel embarrassment or shame. Biz odatda misol uchun agar siz so'zlar o'zbekcha tarjima qilaman desangiz, shame nima degani desa ham uyat deb chiqaradi. Embarrassment nima desangiz ham uyalish deb chiqaradi. Ikkalasining orasida farq yo'q o'zbek tilida. Chunki boya aytgandek o'zbek tilida so'z kam bo'lganligi uchun ingliz tilida mana shunday 2-3 ta so'zni ham tarjimasini bitta qilib chiqaraveradi o'zbek tilida. Hozir yozib ko'ring. Embarrassment ham uyalish, shame, uyat, shame deb yozsangiz ham uyalish deb chiqaradi. Lekin bir-biridan farqi bor bu ikkala so'zda. O'sha farqni tushunishlaringiz kerak sizlar. Demak, biz uyalarkanmiz, it our these functional families degani happy families de teskarisi. Ya'ni baxtli bo'lmagan oila, buzilgan oila, ya'ni mojarolar ko'p bo'ladigan oila. These functional families. Qarang, bunaqangi narsalar speakingda qo'llasangiz, writingda qo'llasangiz, examiner bechara uxlolmaysiz qaqay. These functional families not operating normally or properly. These functional o'zini ko'ryapman men. These functional degani ham buzilgan deganda to'g'ri ishlamayotgan degani. Misol uchun telefoningiz dysfunctional bo'lishi mumkin ba'zida. Dysfunctional family. Qarang. A dysfunctional family is a family in which conflict, mojaro, misbehavior, o'zini noto'g'ri tutish,
often child neglect, ba'zida mana farzandga e'tibor bermaslik ekan, farzandga qaramay tashlab qo'yish, or abuse on the parts of individual parents, yoki bo'lmasam kimdir urushish yoki yomon muloqotda bo'lish deyapti. Occur continuously, to'xtamasdan sodir bo'ladi. Occur continuously, to'xtamasdan sodir bo'ladi. Bilasizmi? Mana bu yerga ham qarashimiz mumkin. Dysfunctional family, a family in which conflict, misbehavior, often child neglect or abuse on the part of individual parents occur continuously or regularly. Children that grow up in such families may think such a situation is normal. Mana qarang, bunaqangi oilalarda, dysfunctional oilalarda voyaga yetadigan bolalar bunaqangi holatni odatiy hol deb o'ylashi mumkin ekan. Ha, misol uchun faqat so'kish eshitib o'rgan bolalar faqat so'kishni oddiy hol deb o'ylab qoladi. Yoki faqat urush, tayoq yeb katta bo'lgan bola qandaydir o'sha nima mojaro bo'lib qolsa, kimnidir urushdi yoki yana tayoq yeyishni to'g'ri deb o'ylab qolishi mumkin. O'sha narsa haqida gapirayapti. Shunaqa dysfunctional family. Ko'rdingizmi? Xuddi shunday qilib turib bir boshdan, mana bu paragrafchalarda ham o'qidim. Xo'sh, paragraf tugashi bilan endi bu haqida ham gapirib olish kerak. Umuman olganda mana. Demak, boshlaysiz. Amerikada deysiz, mana shuncha odamdan tadqiqot qilindi. Tadqiqotga ko'ra nechidir foiz odam demak, aynan mana bu so'zda aynan mana bu strukturalar qo'llamay o'zlaringiz qo'llangizdan kelgancha, lekin mana shu g'oyalardan foydalanib, mana bu harmonious, conflict, ambivalence kabi so'zlardan foydalanib gap tuzib ketaverasizlar. Ha, misol uchun mana bu haqida gap tutsak, boshlaysiz. Well, many people often experience feelings of embarrassment and shame at their dysfunctional families. Ko'p odamlar embarrassment, shame kabi hissiyotlar boshdan kechiradi dysfunctional oilasida deysiz. Ko'rdingizmi? Feel demasdan experience feelings of deb qo'llayapman. Ya'ni boshqacharoq aytayapman, lekin o'sha ma'noni aytayapman men o'zim ham. Xolos shunaqa. Bu men ham readinglaringizda bum qo'yaradi, ham speakinglangizda. Har kuni mana shunday qilsangiz, speaking uchun boshqa hech narsani keragi yo'q. Har bitta so'zni to'g'ri aytish turgan emas. Men hozir so'zlar hali qanday to'g'ri aytilinishini ko'rmayapman, chunki bu so'zlar bilaman qanday aytilishini. Lekin qaysidir so'zga gumonim bo'lsa, men shu to'g'ri aytmayapman-ku desam, misol uchun qarab turib astagina Google dan aynan qanday pronounce qilinishini ham ko'rib olishim mumkin. Sizlar ham xuddi shunday qilib ketaverasizlar. Qaysidir so'zda 100% aytilishini bilmasangiz, Google dan ko'rib olasiz. Strukturalarni demak, sekin-sekinlik bilan nima qilasizlar? Mana shunday o'rganib boraverasizlar. Qaysidir grammar strukturalar chiqishi mumkin, zo'r struktura. Tushunmasangiz mendan so'rangizlar. So'zlarni esa Google dan ko'rib ketaverasizlar. Mana bu ham speaking uchun, ham reading uchun kerak bo'layotgan narsa bo'ladi. Shunaqa guys. Demak, menimcha tushundingiz bundan buyog'iga qanday qilib artikelcha o'qish kerakligini deydi-ku. Sog' bo'lasizlar endi guys. Shunday qilib artikellar demak tahlil qilasizlar.